har kuni ishdan charchab kelganda xohlaymizmi, xohlamaymizmi, dam olgimiz keladi, televizorni yoqib, o'sha biz doim kutadigan seriallarni ko'rishni boshlaymiz yoki telefonimizni chuqilab, nima yangiliklar bor ekan deb har oqshomni ana shunday o'tkazamiz. Keling, haftada har kuni bo'lmasa ham, hech bo'lmaganda 3 kunda bir yoki nari borsa kunora bo'lsa ham ana shu narsani yo'lga qo'ying. Men sizga hozir bitta kitobni tavsiya qilaman. Bu barchamizga hozirda mashhur bo'lib borayotgan Hasson Shamsiy Poshoni Oqshom go'zalliklari deb nomlangan kitob. Bu kitobni muqovasidan qanaqadir sevgi, muhabbat haqida, majnunlik haqida deb o'ylamang. Bu noto'g'ri tasavvur bo'lishi mumkin. Ana shu kitobni olingda har oqshomda ovqatlanib bo'lgandan keyin o'zingiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlarni hammasini dasturxon ustida jamlang. Ushlab qoling ovqatdan keyin hech kim tarqab ketmasin. Televizorlarni o'chiring va ana shu kitobni birinchi betini ochib turib, birinchi mavzudan boshlang. Katta emas, juda ham qisqa. Hasson Shamsiy Posho asarni shunaqangi uslubda yozganki, miya hech qachon uni ruschasiga aytganda отказ qilmaydi, ya'ni qaytarmaydi. Hazmi ham oson, juda ham tushunarli. Kitobni ochingda uni o'qib bering. O'qingda, o'qigandan keyin oila davrasida uni birgalikda muhokama qiling.